boradigan joylarimiz 365 kun biz o'tib ovqatlanamiz. Mashinalar kutib oladi jalab, egilib, mashinalar kutib oladi. Kecha borsak zubachiska bilan joyi yo'q. Ha, nima bo'ldi? Banket. Bu xo'p banket bo'lsa, qorni ochib ketib, bir chekkaroqda bir bo'lakcha bo'lib o'tiramiz, bir chekkada, tualetni oldiga ham joy qo'ysa. Oshpazimiz ulgurmaydi deb qo'yadi. Pizdesday bular, jalab, yozda onang nima ko'r, dachachilarga yaqinlashib bo'lmaydi bu kutlarning oldiga. Yangi yilda jalab banket bazm bilan 5 kun, 10 kun jalab restoran, kafelarga yaqinlashib bo'lmaydi onang nima ko'r. Bu onang nima ko'rlar, sal bundoq bir anaqa qilinglar, o'ylanglar, bunda постоянный klient bor, bir martalik kelib ketadiganlar bor. O'ynashga ishonib ersiz qolib ketmanglar kelgan, restoranchilar jalab. Vafodor klientlarni bundoq bir iltifot qilinglar, bundoq xizmatini qilinglar, unaqa ko'tlik qilmanglar jalab. Biz 1 yil mobaynida sizlarga vafodorlik qilib kelganmiz. Sizlar 2 kecha, 3 kechaga jalab bevafolik qilyapsizlar. Mana sizlarga bevafo dunyo. Mana sizlarga yana bitta primer jalab. Hatto borsang jalab joy yo'q, hamma yoq to'la toshib ketgan. Oddiy klientlarni qabul qilmaymiz, faqat banket 50 ta 100 ta odam bo'lsa mayli deb qo'yadi. Xo'p, borib 50 ta olib kelamiz, hozir ketdik, keyin chiqib jalab. Ko'chada pirashki yedik onangizki. Ha, gapim chala qoldi. Mana 1-yanvar